Tegman qizim, kepinak gulni yaxshi ko'rdi. Qizim, nima qilyapsiz qo'llaringizni mehnat qilib? Çoğun apa tezlikmi? Tezlik. Qarapmasam bo'lmamdi. Xapamig'ina ko'may qaptiman. Hay, topshiriqni ishlab bo'ldingmi? Ha, ishlab bo'ldim. Matematikadan berilgan topshiriqni ishlab beramsan. Tushunmagan yerlarimni tushuntirib qo'ysam, andin o'zing. Voy, matematika desa beshim og'riydi mening. Ishlab yotmamsan. Ma'qul. Jira. Rahmat sana. Adaş tug'ilgan kuning muborak bo'lsin. Bu mening sovg'am. Rahmat sana. Bu mening sovg'am. Rahmat sizlarga. Rahmat sizlarga. Addiy bo'lsam sana o'smab keldim. Tug'ilgan kuning muborak bo'lsin. Rahmat adaş. Adaş bu nima? Bu nima? Bu tort. Ben size kesip berey ya. Apa, bıçak bere. Özüm hep gerek. Apa, bıçak bere. Apa, bu osmanın yemişik taşlıvet. Taşlıvet. Hozirgi zamonda kim o'sma qo'yadi? Akildigan narsa bo'lmasa, quruq qo'l kelaversa bo'lmadimi? Taşlıvet. Tug'ilgan kuningizga muborak. 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 Tug'ilgan kuningizga. Qizim, ma oliy maktabga imtihon oladiganga yana bir oy vaqt qoldi.
qachonli qarsam mushuna naqshi muzika anglapli o'tirsiz. Unda qilmay, ancha-muncha kitoblaringizni varaqlab qo'ysangiz bo'ladi. Voy dada, kesh ko'tildab ishimni og'ritib etdingiz. İmtihanda o'tib bersin bo'ldi-ku. Ondaq degan bilan oliy maktabga kirishimo bak ta'sub ketdi. Ancha-muncha kitoblaringizni varaqlab qo'ysangiz, imtihonda qiynalmaysizda. Voy, balning ko'ziga kirib olib ko'tildab emang, ha? Chiqing bu yoqqa. Tozimi bir? Tinchlikmi? Tinchlikmi? Qanday ahvollar? Tinchlikmi? Assalomu alaykum. Va alaykum. Endi qish qanday bo'ldi? Xotirjam bo'lsizlar, jo'jang. Hamma ish joyida. Qani o'tirsizlar. Rahmat. Danagulning ishidan xotirjam bo'lsizlar. Ikki yaxshi o'quvchini oldikaniga o'rlashtirib o'tdik. Nayt yaxshi bo'pti. Dada, Qizim, imtihonni yaxshi berdingizmi? yaxshi berdim. Yaxshi. Qani, mashinaga chiqing. İmtihanni qandaqroq berdingiz, qizim? Yaxshi berdim. Dadingiz o'rlashtirib qo'ygan balalar yordam berdimi? Yordam qilib berdi. O'zim yozdim. Mushu Rayhongul to'limi adabli qiz bo'pti-jimi? Uchu dada, yashashni bilmaydigan sirang, atidan kashkicha dal tushtakli yuraydi. Ondaq demang qizim. Rayhongul o'ginishda sizga ko'p yordam qildi-ku. Nima? Bo'ldi. Endi bu gaplarni deyishmayli. Uyga qaytayli. Uyga berib, tushdan keyingi imtihonga tayyor. Bo'ldilar, opa, bishim og'rib ketdi. Tayyorlik qilmasam o'taman. Xotirjam bo'la. Voy, dadasi, endi-chi huquqni ishlatadigan vaqt keldi. Ishlatayla. Bo'ldi. Bu gapni qilishmayli. Mangayli. Qaranglar, hammadan burun Danagulga chaqiriq qayg'isi kelibdi. Qiziqishda bu. Albatta shundoq bo'ladi-da. U degan boshliqning qizi tursa. Qodir, sen Danagulning orqasida o'tirib hammani yezib berding qudayman, ha? Hammasini emas. Yashirib ketganini xuddi biz bilmaydigandek. Bu degan shundoq o'rlashtirgan ish. Maktabdagi ishga alochi o'quvchining biri Danagulning oldida, yana biri Danagulning orqasida o'tirsa, u o'tmay kim o'tadi? Shu emasmi? Men ko'rib boqaychi. Danagulga kelibdi-da. Albatta Danagulga keladi-da. Undaqmi deb ketmanglar, bizgim kelib qola. Qodir, sizga-chi? O'zimni qog'ozga toza yozolmagandim. Vaqt to'shib ketib, komissiya qog'ozimni elib olgandi. Men muga har holda yozgan edim, biroq men o'zimga kelganda oldirib qoldim. Danagul, maktabga mandingmi? Yo'q, momamning uyiga mandim. Sana chaqiriq qog'oz kelibdi.
Akşam 3-4 adam öyge hoş haber yetkizip seni çağırıp ketken. Akşam anlap boğan. Mübarek bolsun, Ali mektepke ötüpsen. Rahmet, ben kettim ha. Xudayımga amanet. Hoş kızım. Endi bizden ayrılık kişinin jurtuğu barıdığan boldunuz. Boşluk işleriniz arılaşmamak kılap. Yaxşı okun canım balam. Küçümden yetişip bunu evetip duruyor. Ben pul salaman dep özünüzni qiynap qo'ymang, apa. Çoqam tirishib o'qiyman. Xotirjam bo'ling. Bu bizden etizimizden topsunu östürgen gün. Yaxşı asırak canım balam. Xotirjam bo'ling. Qizim, men bir o'quvchimga telefon qilib etdim. U siz borgan maktabda Ma'qul o'quvchi. dada. Ismi Turg'un. Oldingizga chiqadigan bo'ldi. Biror ish bo'lsa, shu Ma'qul, Turg'unni izlab xotirjam bo'ling. qolamdi, ha? Beribla telefon qilib etishni unutib qolmang, ha? Bizni xotirjam qiling qizim, juma. Shunaq bo'lsin endi. Kızım, bu pulni çoğ apang yolluk tuttu. Rahmet apa. Mektepning tamagı künəmmisən sırtdın yesin. Hatırcan bulun apa. Az bo'lsin yo'llig'imiz. Rahmet siləyir. Rahmet. Anda qımısalarımı bulatdı. Rahmet siləyir. Rahmet. 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 Bo'mina yo'llig'i. Rahmet sizlerge. Ha, rahmat, ha? Rahmat sizlarga. Rahmat. Avar bo'lsanglar bo'ladi. Uyinge bassak ketip o'tib kelsen arat o'lgirib keldik. Chaqiriq keldim. Keldi. Texnikumga keldi. Bir haftadan keyin mangman. Yaxshi-ku. Muborak bo'lsin. Xat yozib turaylik. Cho'qim yozman. Sizlarni yozinglar. Nim bo'ldinglar? Odatda cho'qirishib ketadinglar. Bugun aja jim ketibsizlar-ku. Bo'ldi qilsanglarchi. Xushal bo'lmay nima qilinglar bu? Qiz bo'l degan narsa. Men maktabga turib qaytib kelganda oldimga og'ili chiqqansan. Hoş apa. Apa hoş. Sizmi bizning maktabga qabul qilinganmi? Akalam Mana hisobingizga ma'lum keltiring. bo'ldi, Bo'ldi o'zim avr keltiray. bo'lmam. Qani, bu yoqqa mayli. Akalam. Sizning karbitingiz mush shu. Yuring, tamoq chiqayli. Siz chiqib turing, men hazırlı chiqaman. Ma'qul. Kirang. Yuring, tamoq birga chiqayli. Rahmat muallim. Qo'zig'im oshmadi. Men ishlarimni qilib olay. Sizlar chiqib turinglar. Ma'qul amsa. Biz chiqash turayli. O'quvchilar tex to'liq kelib bo'lamadi. Bugun kecha yolg'iz yotilgan bo'ldingiz. Agar qo'rqsangiz, yiliq savodishingizning ismi nima-ti? Shuni bilan birga yozsangiz bo'ladi. Başqa yataklarda qizlar batırsa qo'rqmayman. Undaq bo'lsa bo'pti. Yana ozroq yang, kechda qo'sig'ingiz ichib ketadi. Yemayman. Bek to'yib ketdim. Bo'pti amsa. Tirg'inka, men berib yataqdagi nash keraklarimni yig'ishtiraymikin deyman. Ma'qul. Sizni avar qildim. Yoqay. Ma'amdiq. Mana pulni qo'yib qo'ydim.
Mana bu yataqning qulupi. Siz obdan aram eling. Men chiqay. Atigan kelaman. Ay, turg'in aka, to'xtab turing. Uydagilar sizga xalta aytganti. Uydagilar bak kayib ketibdi-ku. Bunda qilishning hojati yo'q edi. Ishqisi yo'q. Rahmat. Amisi men chiqay. Siz obda aram eling. Xo'sh, turg'in aka. Bo'ldi, uzatmang. Yani ishki rasmiyat qoldi. Voy, ajab mujiq ishkan. Nima degan jiq rasmiyat bu? Qarang, nagila bo'lsa, pulli deydigan ular. Dedim-ku, ishki rasmiyat qoldi deb. Ishki rasmiyat bormi? Shuning bilan tugaydiganda. Tugaydi. Qolgan rasmiyatlarni ash binoda bijirmiz. Ashshimi? Ikkinchi qavatda. Tizimda odamlar chiqqanda. Voy, rasmiyatni o'tab oldingizmi? O'tab bo'ldim. Tanagil seningchi? Mashning bilan tugaydi. 500 ga topshirsiz. Men bu pulni bayatdan to'lab bo'ptiman. Danagul, dadingiz sizni aram mushinchilik pul bilan yo'lga soldimi? Yo'q, pulni jiq tayyorlagan. Yo'lda meni o'g'riga bermisin deb sizga pochtadan samoqchi bo'lgan edi. Pul kelganda to'lasak bo'lmamdi. Amisi men berib turayman. Siz mushiya turib turing. Men chiqib bir amalni qilib kiray. Pul kelganda qaytirib yetasiz. Rahmat. Voy, siz mitangiz? Keling. O'tiring. Uyga ish qilib yetibsiz-da? Bugun dam elish kuni tursa, sirtlarga chiqmadingizmi? Yapon tili o'rganayotgandim. Voy, uning nimaga foydasi? Siz ya o davlatga bormisiz, ya ular bilan aralashmisiz? Siz allaqachon oliy maktabni bitirib, kadr bag'antirsiz. Yaponiyalik press bilan aralashqingiz bormi? Til o'rganganning ziyni yo'q. Qancha ko'p til bilsa, shuncha yaxshi emasmi? Ish qilib mening xo'shim yo'q. Haras, bugun men bozorga chiqmoqchi edim. Aylanib kelaylikmi? Bo'ladi. Bir narsa olamdingiz? Bir narsa olmasimi, aylanib bo'lmamdi? Albatta bo'ladi. Jiring. Hey, heliqay turg'un muallimning sinfidagi qiz sinf boshlig'i bo'pti, Ha? Qaysi qiz? Danagilning yurtlig'ichi. Hay, heliq Rayhongulmi? Ha. Rayhongul. Xaqsana, bak ichki yarliq ketyotdi. Davatqining qaysi haq? Men hech tushunmay qoldim-ku. Nima davatqinim? Sana 5 qo'ldak oyam. Gap yo'rg'latqicha ochiq desang bo'lmamdi. Biz ya yot bo'lmasa. Danagul, bili tamoq yeylik deb qo'ysam, nima deyirsiz? Unutib qopdiman. Avu Rayhongulmi nima? Ha. O bektirishchan qiz ekan. Qachonli qarsa qo'lidan kitob tushmaydi. Uni gul qilib chekingizga qilsaydam siz nima? Ajab gap qilasiz-ku. Rayhongul rostla tirishchan qiz. Buni hammalar biladi. Bu degan bir ko'z bo'yamchilik. Xuddi qattiq tirishib o'rganayotgandek, atirin kechgacha uning qo'lidan kitob tushmaydi. Bugungidek dam elish kunlaridami boshqalar meni ko'rsin degandek, otayin yo'lning bo'yida o'rganish qilganda qiyab kirib oldik. Qancha qilg'ini bilan bar? Undaq desangiz bo'lmas. Rayhongul o'rganishdi yaxshi. Darsini sizib nurg'un kitoblarni o'qiydi. Bu yaxshi odat. Voy, bo'ldi qiling ha. Bu bir xatning o'zi ikki bo'lakdan tarkib topgan. Agar bu bo'laklar mustaqil holatga kelsa, o'z oldiga ma'no bildirdi. Agar qo'shilsa, boshqa bir ma'noni ifodalaydi. Savodashlar, mushu nuqtani esinglarda ching tutinglar. Bu Xanzo yezig'ining muhim xususiyatlarining biri. Dars mishadi tugdi. Savodashlar, fakultetni o'rinlashtirishi bo'yicha bizning sinfdan fakultet o'quvchilar uyushmasiga nomzod ko'rsatib berdik ekanmiz. Qanday deb qilinglarchi? Kimni ko'rsatsak muvofiq bo'lar?
Kimni ko'rsasak bo'la? Ha? Kimni ko'rsasak bo'la? Ma'lum, men Rayhongulni ko'rsaman. Yo'q, yo'q. Ma'lum, Rayhongul bo'lsin. Men Rayhongul bo'lsin. bo'lmayman. U o'zi bo'lsin. Men o xizmatni qila olmayman. Rayhongul bo'lsin, ma'lum. Rayhongul bo'ladi, ma'lum. Rayhongulni ko'rsasak bo'lamdi. Bo'ladi. Bo'ladi. Әмсә qo'shildiganlar qo'l ko'taringlar. Shundoq bo'lsin әмсә. Qanday ahvolinglar? Yaxshimisizlar? Kela. Yaxshimisan? Qani o'ltira. Qanday yaxshi turdingmi, adash? Ishlaring oldirashmi? Yaqindan beri bak oldirash bo'lib qoldim. Uygimi bormasib ketding? Ish bekor bo'lamayapman. Mundaq ishda adash. Sinfingdagi Danagul degan qizning o'qish ahvolini o'qib boqay deb kirib Ajab, o qizning ahvolini bilgin kelib qopdi-ku. O qizning datisi meni o'qituvchimdi. Holidan xabar olib qo'yishimni menga bak topilgandi adash. Mundaq degan. Hozir men darsga kiraman. Kechda uyga kirsang, ondan paranglasak qanday deysan? Bo'ladi adash. Ma'qulamsa? Mo'shundoq yuraveramsan. Biz mo balaliq bo'lish oldida turyapmiz. Sen turmushingni hech bir o'ylashay demaysan-ku. Cho'nglarmi bu jihatda jiq gap qildi. Muvofiq birasini topamayapman. Uydagilarning deyishicha, yurtli qizlardan bo'lsa davatidu. Vaqti kelganda bir gap bo'lar adash. Aras, atigan sen Danagulning o'g'inish ahvolini so'rgan eding. O qiz o'g'inishda degandek yaxshi bo'lmayapti. Asosiy sal ojizkan. Savoqdaşlar. Bugün biz her qaysi fakultetlar ko'rsatgan nomzodlar ishidan maktab o'quvchilar uyushmasining hay'at a'zolarini saylab chiqamiz. Shunga hozir sizlarga ismlikni taqdim beramiz. Hammanglarning astoydil belgi qo'yishinglarni so'raymiz. Qani, buni taqdim beringlar. Savoqdaşlar, belgi qo'yib bo'ldinglarmi? Qo'yib bo'ldik. Yaxshi. Unda bo'lsa, shiq bilinglar. Savoqdaşlar. Rayhongul, Adil, Ilshot, Gulmira, Yalqin qatorli savoqdaşlar maktab o'quvchilar uyushmasining hay'at a'zolari bo'lib saylandi. Voy, keldingizmi? Yaxshimisan? Dadam sizni qishliq ta'tilda yurtga kelam dekin. İmkon bor birga kelinglar deb topilgan edi. Turg'un muallim, men chiqay. Ma'qul amsa, biz keyin paranglashamiz, ha? Ma'qul, men chiqay. Ta'tilda yapon tili o'rganmoqchi edim. Shunga borolmayman. Dadangizga mendan salom aytib qo'ying. Men imtihon tegislamaman.
Yardanıştığa işler bolsa tatılmaydın. Qo'limdan kelishicha. İşkanlar qaltis qizg'in paranglashib o'tibkansizlar. Danagul. Aq yo'l bo'lsin, salomat berib keling. Ota-onangizga mendan salom ayting. Danagul. Billa borayli desam, faqat borgingiz kamdi. Bir oyda qanchalik til o'rganib ketasiz ekan? Rayhongul uyga qaytmamdikan. Iqtisodda qiynalib qolgan o'xshaydi. U bechoraning shu yolg'iz opasidan boshqa hech nimasi yo'q. Apamni uchirtib qolsang salmimni yetkazib qo'yasan, ha, Danagul. Danagul, shunda qilib mangdigan bo'psiz. Keladigan chaqda cho'qim men xabar qilib eting. Oldingizga oqili chiqaman, ha? Aras, mana narsalarni oz bo'lsin yo'l deyasiz. Aq yo'l bo'lsin, ha? Kelar qatam men cho'qim boraman, ha? Sizga. Ha, xo'sh. Xo'sh, Danagul. Aq yo'l bo'lsin. Xo'sh. Xayr, xo'sh. O'rganish qilyapsiz-da. Ha. Birisining balasiga dars o'tib berayotgan. Men menga ayttirg'im muallim. Oy, Danagul. Qanday ahvolingiz? Qanday ahvolingiz? Yaxshi turdingizmi? Yaxshi. Buni ilib olamsiz? Ha, akalam. O'zingiz yaxshi turgansiz? Yaxshi, yuring. Ajab uzun turdingiz-ku. Oran 20 necha kunlar turdim-ku. Menga bek uzun tuyulib ketdi. Shundaqmi? Shundaq bo'lmaychi? Rahmat sizga. Men kirib ketay. Bu Kechda ko'rishaylik. Xo'sh. Hey. Voy, Danagul. Baldirli kepsan-ku. Qanday ahvoling? Ota-onang tinchlikmikan? Sizlarga putlashib qolmagandimi? Qiziq kelsa, nimaga putlashyapting? Buni o'zingdan so'ra. Haras, sendan bir gapni so'ray deb edim. Turg'un muallimni izlab topolmadim. U nada? Xeyli bo'ldi, menni ko'rmadim. Shundaqmi? Danagul. Ha? Mayli. İşte. İçme, ben içme. Çıkışıp gittim, ben içme.
İçme ben çıkışıp ketdim. Oğlum bana zorlamanglar. Zorlamanglar ben çıkışıp ketdim. Ben Tweet'e. Belli, yaxshi. Ha yaxshi. Ha Qo'sha. Qo'sha. Qizlar sizlar Zorlanglar, zorlanglar. Voy ishching. Yanımga borib kiring, ishching. Azroq. Ha, qani. Qo'sha, ha? Yaxshi, ha, belli. Ha, qani mehmonlar. Ha, ba'zira o'tiringlar. Ben çıkışıp ketdim. İçmeyman. İchib qo'ya. Yo'q, men içmeyman. Marhamat. Ha, qani. Birer on içeyli cuma. Ha, İçmeyman ben. qani. Ha, qani. Ha, içeli. Ben çıkışıp ketdim. İçmeyman. Qo'sha. Danagul. Biz ayrılışıp o'taylik. Bo'lamdi. Ma'qul. Mana Mao mening aloqalish kartoshkam. Menga telefon qilib turing. Bo'lamdi. Har qanday ishingiz bo'lsa meni izlang. O'quvchilik turmush degan jafoliq bo'ladi. Buning ustiga qiz bola deganning ishlari ko'proq bo'ladi. Shaharga loyiq kiyinmasangiz tex bo'lmaydi. Ato'ginning ishida menga telefon qiling. Mening maxsus chet el kiyimlarini sotadigan do'konim bor. Xohlaganlaringizni tanlab kiying. Do'konimdagi kiyimlarni sizdek chiroyli qizlar kiysa, toza yarashidi. Bundaq desam, boshqacha o'ylab qolmang. Bu gapni sodam uchun da'vatimi? Meni tushunishingizni umid qilaman. Danagul, mening boshqa niyatim yo'q. Do'konimdagi kiyimlarni mushu qamlashgan qomatingiz bilan kiyib, ko'chada mangsangiz, do'konimdagi kiyimlarning cho'qim bozori chiqadi. Buningda gap yo'q. Ajab qiziq gap qildi ekansiz. Men siz maqtagandek unchavala chiroyli emas. Siz haqiqatan chiroyli ekansiz. O'zingiz his qilmamsiz? Odam xosh qilishga bek usta ekansiz. Bu amaliyot. Hozir so'rinmi bir yak berib qoldi. Erkinmi mas'ul ketdi. Uning sizni olib qo'ygandek holi yo'q. Sizni men olib qo'yay, bo'ladimi? Ma'qul. Mayli. Kiring. Ha, turg'un muallim. Keling. Teshaman qaytib kelibsiz. Cho'nglar yaxshi turibdimi? Yaxshi turibdi. Sizga alayda salom aytdi. Salomat bo'lsin. Sizni qaytib kelibdi deb anglab yo'qlab kirishim. Men qaytib kelibla. Sizni izlagan edim, lekin topolmadim. Xeyli uzun bo'ldi. Siz bilan paranlashay dedim. Fursat chiqmay qoldi. Siz degan aldirash odam tursingiz. Ondaqmi emas. Bugun bir paranlasa qandaq? Qani, qulog'im sizda. Mavsumlik imtihon natijangiz toz yaxshi emas ekan. Bundaq ketaversa yaxshi bo'lmaydi. O'zimning ishini o'zim bilaman. Danagul, men bu gaplarni sizga kuyinib qilyapman. Voy, bo'ldilar. Boshqalar kuyinib oling. Bu nima deganingiz? Nima deganingiz? Buning hammasi o'zingizga ayon-ku. Heyliqi bir nimaga kuyinishlaringizni meni bilmaydi demsiz. Hey, Rayhon, heliqi Danagul degan yurtlig'onga nasihat qilib qo'ysang bo'lmamdi. Meni nasihat qilmadi demsan. Uning qo'liga zodila gap kirmaydi. Turg'un muallimmi ko'p qitim gap qildi. Biroq u zodila anglamadi. Ya xijil bo'lishni bilmaydi ekan, uning qilib yurgan ishlariga mening nomusim kelyotdi, qizlarning yuzini to'kib. Shu emasmi? Uning dadasi boshliq ekan-a? Ha. Tova, odam degan qiyin bo'lsa-chi ajoyib bo'ladi ekan.
Kiring. Yaxshimisiz? 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 Hozircha quruq bo'lsin-mu, tug'ilgan kuningizga muborak bo'lsin. Rahmat. Sizga atab restorandan bir ustalab qo'ydim. O'zingiz xohlagan qiz do'stingizdan birini boshlab bering. Ma'qul, kechda ko'rishaylik. Shundaqli kirib ketamsiz? Endi qanday qilmoqchi? Kechda ko'rishaylik. Xo'sh. Yaxshi. Qani do'stlar. Bugun Danagulning tug'ilgan kuni. Shu munosabat bilan sizlar bilan bu yerda jam bo'lib o'tiribdimiz. Shuni bugun xo'shal-xo'ram o'ynab, kulishib o'tiraylik. Qani amisa, og'illar, Danagul uchun bir qadahdan ko'taraylik. Bo'lamdi? Ha? Qani. Xo'ja. Ko'taraylik. Qani, xo'ja. Danagul ishchimi? Men ishchamaydi ekanman. Ishching-a? Danagul. Bu qilganingiz bo'lmadi. Bugun degan sizning tug'ilgan kuningiz tursa, ha? Azroq bo'lsa-mu ichib qo'ymasangiz qanday bo'ladi? Ishching-a, Danagul, ishching-a. Mijozi sozay. Qani xo'ja, shayli. Tug'ilgan kuningizga muborak bo'lsin. Yaraydi. Yaraydi, hamma Yaraydi. Shunaqa azad o'tir. Qani, xo'sh, chekaylik. Xo'ja. Yaxshi. Siz bek chiroyli ekansiz. Rasmi? Kiring. Bir yoqqa chiqmabsan-da, Danagul. Hozir chiqay deb turgan. Sen bilan paranglashayib deb kirgan edim. Yana nasihat qilg'ili kirgansan, qachon? Yo'q, mundaqli paranglashayib deb. Qo'lig'im senda. Qani olta. Danagul, sen aralashadigan yiliqi Erkin muallimning maktabda ta'siri ancha yaxshi emas ekan. Shundaqmi? Hajab men bilmaydi ekanman. U muallim jamiyatga qalaymaqan odamlar bilan aralashadi ekan. Aralashib nim bo'pti. Ular bilan micha aralasha oladigan kishilar aralashadi. Davrning keyinda qolgan matolar ular bilan aralashishni qamlashtirmaydi. Danagul, ikkimiz bir yurtliq. Ba'zi gaplarni sana deyishni o'ylagan bo'lsam-mu fursat bo'lmadi. Sen hozir ba'zida darsga qatnashmayapsan. Bundaq ketaversang bo'lmas. Ota-onangga nim deb javob berasan. Turg'un muallim seni deb ishkorliqda qilyapti. Onundan g'am qilishga vaqtim yo'q. Nochi bo'lsa o'zlari kelib o'qisin. Bu nim deganing adash. Ota-onamiz bizga tag'dak ishinib, o'zlari yemay ishmay yiqqan pullariga bizni o'qishga evatsa, biz ularning umidini yerda qo'ysak qandoq bo'ladi adash? Voy, imtihondan o'samli bo'ldi. Qog'inni beshimga kelganini ko'raman. Bu ishlarga sen ko'ngil bo'lmasangmi bo'ladi. Yaxshi ko'ngilga rahmat. Mening sirtqa chiqadigan azroq ishim bor edi. Amsi men chiqay. Xo'sh amsi.
Kiring. Yaxshimisiz? Keling. Qani, bu yoqqa o'ting. Qani, o'ltiring. Men tek sizni meni yana aldab qo'yib, kammaydigan o'xshaydi deb o'ylabdiman. Siz chaqirgan tursangiz, kamsam bo'lmas. Mushkullarda ruxsoringizni ko'mak ajab tez o'p ketdi. Hamma gap o'zingizda. Bir yo'qsingiz yo'qotib ketib ekansiz. Yana texi tas bo'ldi deysiz-ku. Rost gapni qilsam, maktabingizning oldiga necha qitim bordim. Lekin kirishga jur'at qilolmadim. Jur'at bilan mo bir necha qitim so'rinlarda birga bo'ldik. Sizni billa ep kel desam, oldirashgan deb zodila akamidi. Shundaqmi? Juratman undaq gaplarni qilmadi-ku. Sizni ko'chalarda uchirtib qolamdimkin desam, afsus. Faqatla uchirmadingiz. Voy, unchalik emasdi. Shunchalik ko'rishgingiz bor odam, istab pasangiz bo'lmasmi? Sizni deb ish keragim bormidim. Meni bir muncha foydadan quruq qo'ydingiz, ha? Shundaqmi? Berivasiniz bo'lmamdi. Men maktabdan boshqa yana nega boratdim? Bir yerga berish. Cho'ng gap emas-ku. Siz bilan aloqalashishga qulaylik bo'lsin uchun sizga yanfondan birini ep qo'ydim. Mana. Vaqti kelganda sizni haytdayman. Guangzhou, Shanxaylarga berib kelamiz. Guangzhou, Shanxaylarga? U yer beklashiraq-ku. Aeroplan bilan shanba kuni mangamiz. Yakshanba kuni qaytib kelamiz-da, ha? Juma kuni tushdan keyin dars yo'qdi. Vah, yashab keting Danagul. Endi xohlagan vaqtda ko'rishalaydigan bo'ptiq-da, ha? Rayhangul. Rayhangul, ne bo'ldingiz? Rayhangul, ne bo'ldi? Sizlar qaytib aram elinglar. Charchab ketdinglar. Atda darsinglar bor. Rayangulga men qaray. Muallim biz qaraylik. Bo'ldi, qaytinglar, men qaray. Doktor, onun kesili qandaqaroq? Bu qiz qon ozliq kesiliga giribdor bo'pti. Bu asosan ko'p charchash, ozuqlik yetishmaslikdan bo'ladi. Bundan keyin dam olishga diqqat qilib, yaxshiroq ozuqlanmasa bo'lmaydi. Bu qizni yaxshiroq davolab qo'ysanglar. U maktabimizdagi a'lochi o'quvchining biri. Sizlar xotirjam bo'linglar. Biz cho'qim yaxshi davolaymiz. Rahmat, doktor. Xo'sh Arzimaydi. Xo'sh.
Gülşen şıkkınla berip, Reyhan Gülüge ozuqliq qimiti yuqori yemeklilerni ep kelinglar. Bo'ladi ma'lum. Hali. Siz bunda qilsangiz, men bexijil olib ketar ekanman. Undaq demang. Reyhan Gül, siz xotirjam yetib davolaning. Ko'nglingizni boshqa ishlarga chashmang. Voy, nim bo'ldi? Nimaga qarab Bo'ldi. qoldim? Men Jura, kiraman. jura. Sizlar kirib yo'qlab chiqinglar. Bu nima qilganing? Shirlaganim kirmamsan. Voy, Dana Gül. Sizmi Reyhan Gülni yo'qlab kelibsiz-da? Shundoq. Sizga o'xshash kunda yo'qlab turamisanmi? Bir qatim bo'lsa yo'qlab keldim. Voy, Danagil keldi. Yetavering. Avara bo'psizlar. Qandaqroq ahvoling? Xeyli yaxshi bo'lib qoldim, rahmat. Sana ko'ngil bildiganlar ko'p bo'lgandan tezli yaxshi bo'lib qolsanda. Bu nima deganing? Turg'un muallim kunda yaningda bo'lgandan deyman-a. Mening yana ishim bor edi. Men ketdim. Ay, Danagil nega? Ajab bir ichi yomon nima ekan u? Unda qadam kamisi bo'lmamdi. Faqatli xo'shim yo'q mening o'nim bilan. Sening ustingdanmi birsi bilan chataq chiqarib qo'yib, doktorxonada yotdi deb gap taqitib yuribdi. Bu gaplarni men senga demagan edim. Bo'ldi. Ko'nglimni buzmagin adasha. Ko'nglimni buzma Reyhangil. U o'zi qanchalik nima etdi? Shu emasmi? Ko'nglimni yerim qilma. Yol bergin yol izleyenlerge, Sabirge ah yol tiler. Kul bergin pak mihrin bilen, Yükseklerge ketsun ürler. Gömüldün soğuk içsun gönül, Kıynımsın yürekni esret, Yazning altın abli bider. Hammimizge yağsın